Kechgacha so'z so'ralardi, bugun esa aytiladi. Ilgari mikrofon faqat ruxsatga xizmat qilgan bo'lsa, bugun u erkin fikrga ochiq. 2025-yil 7-may kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xalqaro forum O'zbekiston Milliy media birlashmasi tashabbusi bilan tashkil etildi. Forumning asosiy mavzusi so'z va matbuot erkinligi 3-renessans poydevori bo'lib, boy dastur orqali mintaqadagi barqaror rivojlanishda ommaviy axborot vositalarining tutgan o'rni yuzasidan yuqori saviyali muhokamalar olib borildi. O'tkazilgan forum shuni ko'rsatadiki, so'z erkinligi va innovatsiyalar kelajakda mintaqa taraqqiyotining ajralmas tarkibiy qismlariga aylanishi muqarrar. Biz yangi tashabbuslar uchun mustahkam poydevor qo'ydik, dedi O'zbekiston Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi Sherzodxon Qudratxo'ja. O'zbekistonda 8 yil, 9 yil ilgarigi muhit juda boshqacha edi. Umuman mintaqada boshqacha edi. Bugun biz so'z erkinligini bu oddiy so'z emas, bu institutsiyalash kerak. Ya'ni bu institutsional rivojlanish kerak. Shuni qilish uchun O'zbekiston ancha yo'l bosib o'tdi. Juda katta yo'l bosib o'tdi. Va o'ylaymanki, mana shu reytinglarni belgilashda ko'proq xolislik kerak va pozitiv qarash kerak. Chunki bunday tanqidiy qarash bu bizdagi jarayonlarni yaxshi ko'rilmayotganligi, yaxshi tahlil qilmayotganini ko'rsatadi. O'zbekistonning kelgusi rivojlanishi, xususan mana shu 3-renessansni barpo etilishida albatta jurnalistlarning media olamini juda katta hissasi bor. Forumda davlat organlari rahbarlari, xalqaro tashkilot vakillari, jurnalistlar, blogerlar, texnologik startap asoschilari, ta'lim sohasidagi mutaxassislar va yosh innovatorlar ishtirok etdi. Forumning birinchi sessiyasida nutq so'zlaganlar Saranur Shadi, Sherzodxon Qudratxo'ja, Dilshod Saidjanov, Madamin Safarov, Salim Doniyorov, Jaloliddin Usmonov. Biz O'zbekistondagi bir qator muhim tashkilotlar bilan hamkorlikda faoliyat yuritmoqdamiz. Bu faoliyat so'z erkinligini ta'minlash, axborotga yetishish imkoniyatini oshirish va media hamda axborot savodxonligini targ'ib qilishga qaratilgan. Bu esa so'z erkinligining nafrat tili, yolg'on axborot va dezinformatsiyaga aylanishining oldini olishga xizmat qiladi. Birlashish nuqtasi bu shunchaki tadbir emas, balki yangi davr uchun yo'nalish belgilovchi maydon bo'ldi. So'z va matbuot erkinligi 3-renessans poydevori mavzusidagi sessiyada davlat va media rahbarlari so'z erkinligi hamda axborot siyosati yuzasidan fikr almashdi. Demak, biz so'z erkinligi deganda duch kelgan narsani gapiraverish emas. Mantiqiy, ilmiy asosda dalillangan holatda gapirish kerak. Sifat bo'lsin, samara bo'lsin. Ana shunda natijadorlik haqida gap bo'ladi. Mana shu jarayonni ko'rib, hozir bilib, biz yanada buni tez iloji boricha 2 oyda bitta uchrashuvlar qilib o'tkazib turishimiz kerak. Erkinlik. Mana siz yoshsiz. Bundan 30 yil avvalgi holat bilan bugungi kundagi holatni, aynan so'z erkinligi borasida juda katta farqi bor. 30 yil bilan solishtirilganda bugungi kunda so'z erkinligi juda ko'p narsaga ruxsat berilgan va bu juda to'g'ri. Lekin so'z erkinligini bizni tomoshabinlar, internet foydalanuvchilar ayniqsa to'g'ri qabul qilyaptimi? So'z erkinligi degani bu efirga chiqib yoki ijtimoiy tarmoq orqali xohlagan gapimni gapirishim mumkin degani emas. So'z erkinligi bu faktlarga tayangan holatda, izlanishlar natijasida, o'rganishlar natijasida, qandaydir jurnalistik surishtiruvlar natijasida qilingan to'g'ri xulosa, aniq ma'lumotlarga tayangan holatda taqdim etiladigan mahsulot. Forumning ikkinchi sessiyasi esa jasur g'oyalar va ochiq fikrlar maydoniga aylandi. Unda nutq so'zlaganlar Abduaziz Abutalipov, Jahongir Azimov hamda Umida Rahmanova. Forum media hakaton, media kontent va sun'iy intellekt deb nomlangan innovatsion sessiya bilan yakunlandi. Unda yosh innovatorlar Hikmatilla Ubaydullayev, Faxriddin Ahmedov, Ravshan Qurbonaliyev, Baxtiyor Hasanov, Ruzmat Safarov, Ulug'bek Ismatov va Dmitriy Chernenko kabi texnologiya yetakchilari o'z loyihalarini taqdim etdilar. O'zbekiston Milliy media birlashmasi ham o'z oldiga ustuvor vazifa sifatida mediaga sun'iy intellektni joriy etish masalasini juda dolzarb deb hisoblaydi va shu yuzasidan tadbirimizning ikkinchi qismida bizda media mahsulotlarini, milliy media mahsulotlarini yaratish bo'yicha sun'iy intellektdan foydalanish loyihalarini taqdimotlar bo'lib o'tmoqda. Endi bugungi kunda to'g'risini aytsak, kun juda ham tez o'zgarmoqda. Texnologiyalar kundan kunga yangilanib bormoqda. Hozir ertangi kunni prognoz qilish juda qiyin. Lekin bir narsani bilamizki, o'zgarish muntazam bo'ladi. O'zgarish to'xtamaydi. Doimiy shu texnologiya orqasidan mediamiz ham,
yurish kerak. O'zbekiston ochiq va shaffof axborot jamiyatini shakllantirish sari qat'iyat bilan harakat qilmoqda. Bu yerda so'z kuchga ega va texnologiyalar kelajak jurnalistikasi uchun yangi ufqlarni ochadi.